Farzandlarimni yaxshi ko'raman, ular yaxshi joyda yashashini xohlayman. Ular mana shunaqangi xonadonlarda yashashga arziydi deb niyat qilib, pulni yig'ib, uy olmoqchi bo'lgan do'stlar, shu yerdamisizlar? Bitta mashinani qizartirib qo'yman, sizlarga bir chiroyli obyekt topib qo'ydim. Obzor qilib ko'rsataman. Qani, kelinglar, bitta-bitta tushuntirib o'taman. Skverga 4 minut, где-то 5 minutda yetib borasiz. Где-то 4 kilometr. Prямо yo'l, Yashnobatskiy rayon, Alfraganus orientirimizda yo'l yuzida joylashgan g'ishtli novostroyka. 3 xona uy, avtorskiy proyekt, yangi bitta sizni kutib turibdi. Qani, ketdi. Zal qismini ko'ryapsizlar, hamma mebel texnikasi eng sifatli narsalardan ishlatilgan. Bu dizayn proyektlari bor, hamma narsasi ko'ryapsizlar, mягкий, juda ham yumshoq. Mana bu 6 talik o'tiradigan zonani mana bu dizayniga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli qilingan va mana bular ham juda ham o'tirishga udobni, yumshoqqina qilingan. Bemalol bu yerda tug'ilgan kunlar o'tkazib o'tsangiz bo'ladi. Va oshxonamiz mana bu joyda joylashgan. Oshxonadagi barcha texnikalarimiz Hoffman firmasiga. Bu yerda esa posuda moykamiz ham bor, hurmatli obunachilar. Mana bu yerda podsvetkamiz ham bor. Mana bular hammasi eksklyuziv tosh qilingan, quyma tosh. Juda ham mustahkam qilingan. Va mana bu zalimizning eshigini ham yopilishiga ahamiyat bersangiz, qarang, juda ham chiroyli qilingan. Dizayn juda ham zo'r qilingan. Keyin mana bu zalni patologiyaga bitta ahamiyat bering, qanaqa zo'r qilishgan. Konditsionerlar bor. Juda ham zo'r qilib qo'yishgan bor. Men o'zimga shaxsan juda yoqdi. Inshaalloh sizga ham yoqadi. Keling, men hozir zalni ko'rsataman, hurmatli obunachilar. Shu bu uyda qanaqa planligini tushunib olish uchun men bir boshdan boshlab ketaman. Mana kirish qismi mana shu joydan boshlanadi. Mana kirganimizda bu yerda kichkinagan bir chiroyli hol, cho'pli pollar qilingan, bu yerda oynali zonamiz qilingan, uyimizda 100% attachmento qilingan. Mana bu yerda ham shkaflarimiz bor, ikkita shkaf. Bu yerda o'tirib kiyim iladigan joyi bor. Bu yerda esa sanuzulimiz bor. Kirganda sira sanuzul joylashgan. Sanuzulni ko'rasiz, juda ham keng, prostorniy qilingan. Bu yerda stiralkamiz Hoffman, bu yerda unitaz, shkaf, hamma narsasini tayyor qilib qo'yishgan. Narxini oxirida aytib o'taman, qani kelinglar. Xo'p. Endi kelinglar. Bu yoqda esa spalnimiz joylashgan. Spalnimiz ham juda ham uyutli. Ulguringlar, keling kevotda sotib olishimiz mumkin. Qarang. Dizaynni qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yoqda stronli shkaflari o'ziniki. Patologlarga ham bersangiz, juda ham dizayn zo'r ishlagan. 82 kvadrat metr, hurmatli obunachilar. Va detskiy xonamiz, detskiy xonamiz ham o'zining karavati, shkafi, pisminni stollari va globusgacha ham qo'yib qo'yganmiz. Xo'p. Hurmatli obunachilar, bu uyimizni 145 ming davomimizni yana ozgina kelishtirib berib o'ramiz. Pulingiz ishtir bo'lsa, ishtirlatib berib o'ramiz. Ulguringlar, uspet qilib qolinglar, narxi kelishtirib beramiz. Hammaga rahmat, jo'lanasiz.